Bugungi mavzu juda muhim. Pensionerlar ayrim qo'shimcha to'lovlarni ariza bermasa ololmaydi. Ya'ni siz pensiya olayotgan bo'lsangiz ham sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan ustama qo'shimcha pul, qayta hisob-kitob yoki imtiyozli to'lov avtomatik tarzda kelavermaydi. Ko'pchilik men pensiyadaman, davlat o'zi hisoblab beradi deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda hamma narsa bunday emas. Aynan shu sababli minglab pensionerlar oyma-oy o'zlariga tegishli pulni olmay yurishi mumkin. Men bugun sizga qaysi qo'shimcha to'lovlar uchun ariza kerak bo'lishi, kimlar xavotir olishi kerakligi, kimlarga bu mavzu bevosita tegishli ekani, qaysi hujjatlarni tayyorlash lozimligi va eng muhimi nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki ularning farzandlari, nabiralari, yaqinlariga ham kerak. Chunki ko'pincha keksa ota-onalarimiz idoralarga borishga qiynaladi. Hujjat ishlarini tushunmaydi yoki o'zi bo'lar deb yuraveradi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va videoni oxirigacha ko'ring. Chunki birgina ariza yoki birgina hujjat sabab siz yoki yaqinlaringiz oyga qo'shimcha pul olish imkoniyatini qo'ldan boy berayotgan bo'lishingiz mumkin. Avvalgi yillarda ham pensiya tizimida ayrim to'lovlar hujjat va ariza asosida tayinlangan. Lekin odamlar orasida bitta noto'g'ri tushuncha kuchli. Pensiya jamg'armasida hamma ma'lumot bor. Demak, ular o'zlari qo'shib beradi. Bugun ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda bor. Masalan, pasport ma'lumotlari, STIR, mehnat daftarchasining ayrim elektron yozuvlari, pensiya tayinlangan sana, bank kartasi yoki pochta orqali to'lov ma'lumotlari tizimda ko'rinadi. Lekin hamma narsa ham bazada to'liq bo'lmaydi. Masalan, pensionerning qarovga muhtojligi, nogironlik holati qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi borligi, ilgari hisobga olinmagan ish staji topilgani, ish haqiga oid arxiv ma'lumotlari aniqlangani, yolg'iz yashashi yoki ayrim ijtimoiy ustamalarga haqli bo'lishi kabi holatlar ko'pincha alohida tasdiqlanishi kerak. Tizim bu narsani o'zidan o'zi bilmaydi. Bilsa ham, uni to'lovga aylantirish uchun ko'p hollarda pensionerning murojaati, ya'ni arizasi kerak bo'ladi. Hozir nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, davlat xizmatlari va pensiya tizimida elektronlashuv kuchaydi. Ko'p ishlar avtomatlashtirildi. Lekin bu hamma qo'shimcha to'lovlar arizasiz beriladi degani emas. Aksincha, ayrim holatlarda pensioner o'z huquqini o'zi bildirishi, hujjatini taqdim etishi va menga shu asosda qayta hisoblab bering deb yozma yoki elektron murojaat qilishi kerak. Agar ariza bo'lmasa, mas'ul organ ko'pincha sizning vaziyatingiz o'zgarganini rasman ko'rmagan hisoblanadi. Oddiy misol keltiraman. Pensioner ayol 20 yil maktabda ishlagan, keyin boshqa joyda ishlagan, pensiyaga chiqqan. Pensiya tayinlanganda uning mehnat daftarchasidagi ayrim yillar bo'yicha ma'lumot to'liq tasdiqlanmagan. Shu sababli staj kamroq hisoblangan. Oradan 2 yil o'tib, arxivdan eski ish haqi va staj bo'yicha ma'lumotnoma topildi. Agar u ayol mana hujjatim, pensiyamni qayta hisoblab bering deb ariza bermasa, pensiyasi o'z-o'zidan oshib ketmaydi. Hujjat borligi alohida, uni pensiya ishga kiritish va qayta hisoblash alohida jarayon. Birinchi navbatda pensiyasi juda kam chiqayotgan. Lekin uzoq yillik ish stajiga ega bo'lgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Men amaliyotda ko'p ko'raman, odam 35-40 yil ishlagan bo'ladi. Lekin pensiyasi kutilganidan ancha past. Sababini so'rasangiz, ayrim yillar ish stajiga kirmagan, ayrim ish haqi ma'lumotlari topilmagan, mehnat daftarchasida muhr xira, yozuv noto'g'ri yoki korxona nomi o'zgargan bo'ladi. Bunday vaziyatda pensioner arxiga borib ma'lumotnoma olsa, sud orqali faktni tasdiqlatsa yoki sobiq ish joyidan hujjat olsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Lekin buning uchun albatta murojaat qilish kerak. Masalan, Islom aka 67 yoshda. U 1970-yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin xususiy korxonada ishlagan. Pensiya tayinlanganda zavodning 5 yillik ma'lumoti topilmagan. Natijada uning pensiyasida 5 yil staj hisobga olinmagan. Aytaylik, hozir u oyga 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, o'sha staj qo'shilgach, pensiyasi shartli ravishda 1 million 400 ming yoki 1 million 400 ming so'mga chiqishi mumkin. Har oy 200 ming so'm farq kichik ko'rinishi mumkin. Lekin bir yilda bu 1 million 400 mingdan 2 million 400 ming so'mgacha pul degani. Agar odam ariza bermasa, bu pulni olmaydi. Ikkinchi guruh nogironligi bor pensionerlar yoki sog'lig'i yomonlashgan pensionerlar. Pensiya olayotgan odam keyinchalik nogironlik guruhi olishi mumkin.
Ba'zi hollarda pensiya turi o'zgaradi yoki ustama, qo'shimcha to'lov, parvarish bilan bog'liq pul masalasi paydo bo'ladi. Lekin tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi chiqqanining o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Bu xulosa pensiya bo'limiga yetib borishi, pensiya ishiga tikilishi va shu asosda hisob-kitob qilinishi kerak. Eng to'g'ri yo'l. Xulosa chiqqanidan keyin pensioner yoki uning ishonchli vakili pensiya bo'limiga murojaat qilib, ushbu holat bo'yicha pensiyamni qayta ko'rib chiqing deb ariza beradi. Misol uchun, Zaynab opa yoshga doir pensiya oladi. Keyinchalik salomatligi yomonlashib, unga nogironlik guruhi belgilanadi. U shifokorlar hammasini kompyuterga kiritdi, endi o'zi qo'shib beradi deb o'ylaydi. 3-4 oy o'tadi, pensiya o'zgarmaydi. Keyin qizi pensiya bo'limiga borib so'rasa, qo'shimcha hujjat va ariza kerakligi ma'lum bo'ladi. Mana shunday holatda vaqt yo'qotiladi. Qonuniy tartibda ayrim to'lovlar murojaat qilingan sanadan yoki hujjat tasdiqlangan sanadan hisoblanishi mumkin. Shuning uchun kechiktirish zarar keltiradi. 3-guruh qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bor pensionerlar. Bu masala juda nozik. Ayrim pensionerlar yolg'iz o'zi pensiya oladi, lekin uyda nogiron farzandi, voyaga yetmagan bola, ishlamaydigan va parvarishga muhtoj turmush o'rtog'i yoki boshqa qaramog'idagi shaxs bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda qonunchilikdagi shartlarga qarab qo'shimcha to'lovlar yoki pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan holatlar yuzaga kelishi mumkin. Lekin pensiya organi sizning uyingizda kim yashayotganini, u inson sizning qaramog'ingizda ekanini, uning daromadi bor yo'qligini avtomatik bilmasligi mumkin. Buni tasdiqlash kerak. 4-guruh yolg'iz pensionerlar. Ayrim hududlarda yoki ayrim ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlarida yolg'iz keksalar uchun alohida yordamlar, parvarish xizmatlari, moddiy yordam yoki boshqa qo'shimcha imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Lekin yolg'izman deb og'zaki aytish yetmaydi. Odatda mahalla ma'lumotnomasi, yashash manzili bo'yicha ro'yxat, oila tarkibi, farzandlari bor yo'qligi, ular bilan yashamasligi, haqiqatda yordamga muhtojligi kabi ma'lumotlar talab qilinadi. Shuning uchun yolg'iz yashaydigan pensionerlar mahallaga va tegishli ijtimoiy xizmat organlariga murojaat qilishi kerak. 5-guruh pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan pensionerlar. Ba'zi odamlar pensiyaga chiqqach ham bir necha yil ishlaydi. Ular men ishladim, demak pensiyam avtomatik oshadi deb o'ylaydi. Lekin ko'p holatda pensiyani qayta hisoblash uchun alohida murojaat qilish talab etiladi. Ayniqsa yangi staj, ish haqi, sug'urta badallari yoki mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumotlar pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan bo'lsa, ariza berish zarur. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin 2 yil, 3 yil, 5 yil ishlagan bo'lsangiz, pensiya bo'limidan mening keyingi mehnat faoliyatim pensiyaga ta'sir qiladimi, qayta hisoblashga asos bormi deb so'rang. Endi juda muhim nuqtaga o'tamiz. Hamma qo'shimcha to'lov ham bir xil emas. Ayrim oshirishlar davlat qarori bilan barcha pensionerlarga avtomatik qo'llanadi. Masalan, pensiyalar umumiy indeksatsiya qilinsa, ya'ni mamlakat bo'yicha pensiyalar miqdori oshirilsa, buning uchun har bir pensioner alohida ariza bermaydi. Bunday oshirishlar odatda tizim orqali amalga oshiriladi. Pensioner bank kartasi yoki pochta orqali yangi miqdorni olaveradi. Lekin individual qo'shimchalar boshqa masala. Sizning shaxsiy holatingizga bog'liq bo'lgan qo'shimchalar, yangi hujjat topilishi, staj qo'shilishi, nogironlik belgilanilishi, qaramog'idagi shaxs borligi, parvarish zarurati, yolg'izlik holati, ilgari hisobga olinmagan ish haqi, noto'g'ri hisoblangan pensiyani qayta ko'rish kabi masalalar ko'pincha arizada va hujjat talab qiladi. Farqni eslab qoling. Umumiy oshirish avtomatik bo'lishi mumkin. Shaxsiy holatingiz bo'yicha ustama esa odatda sizning murojaatingizdan keyin ko'rib chiqiladi. Yana bir keng tarqalgan xato mahallaga aytdim bo'ldi deyish. Mahalla muhim bo'g'in, lekin pensiyani hisoblaydigan organ boshqa. Agar siz mahallaga holatingizni aytgan bo'lsangiz, bu hali pensiya ishi qayta hisoblandi degani emas. Mahalla sizga ma'lumotnoma berishi, ijtimoiy ro'yxatga kiritishi yoki tegishli organlarga yo'naltirishi mumkin. Lekin pensiya miqdori bo'yicha rasmiy ariza tegishli pensiya organiga yoki davlat xizmatlari orqali berilishi kerak. Yana bir xato, hujjatni uyda saqlab yurish. Ba'zi pensionerlar arxidan ma'lumotnoma oladi. Lekin kerak bo'lsa olib boraman deb uyda saqlab qo'yadi. Hujjat uyda tursa, tizimda o'zgarish bo'lmaydi. Hujjatni topshirish, kirim qildirish, ariza raqamini olish va natijasini kuzatish kerak. Agar siz hujjatni shunchaki mutaxassisga ko'rsatib ketgan bo'lsangiz, bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Har doim arizangiz ro'yxatdan o'tganiga ishonch hosil qiling.
Yana bir nozik jihat. To'lov qaysi sanadan hisoblanadi? Odamlar ko'pincha men 3 yil oldin ham shu huquqqa ega edim. Endi 3 yillik pulimni to'lab berishsin deb o'ylaydi. Lekin amaldagi tartibda har bir to'lovning o'z qoidasi bor. Ba'zilari huquq paydo bo'lgan sanadan, ba'zilari murojaat qilingan sanadan, ba'zilari hujjat topshirilgan oydan keyingi davrdan hisoblanishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, huquqingiz paydo bo'lganini bilgan zahoti ariza bering. Keyin boraman. Vaqtim bo'lsa qilaman. Farzandim kelganda ko'ramiz deb yursangiz, ortga hisoblanadigan pul cheklanishi yoki umuman yo'qolishi mumkin. Yana bir holat, pensionerning o'zi bora olmaydi. Ko'p keksalar kasal, yura olmaydi, uzoq qishloqda yashaydi yoki idoraga borishga qiynaladi. Bunday vaziyatda men bora olmayman, demak ariza bera olmayman deb o'ylash noto'g'ri. Ishonchli vakil orqali murojaat qilish mumkin. Farzand, nabira yoki boshqa yaqin inson notarial ishonchnoma asosida hujjat topshirishi mumkin. Ayrim davlat xizmatlarini elektron shaklda ham olish mumkin. Bundan tashqari, mahalla yoki ijtimoiy xodimlar orqali yo'naltirish masalasini so'rash kerak. Yana bir muhim masala, bank kartasiga pul tushayotgan bo'lsa ham miqdorini tekshirish kerak. Ko'pchilik pensionerlar faqat pul tushdimi deb qaraydi. Lekin qancha tushdi? Nimaga shuncha tushdi? O'tgan oy bilan farq bormi? Qo'shimcha to'lov qo'shildimi? Qarzdorlik ushlab qolindimi? Bularni tekshirmaydi. Agar siz pensiya miqdorini bilmasangiz, sizga qo'shimcha to'lov qo'shilgan qo'shilmaganini ham bilmaysiz. Shuning uchun har bir pensioner yoki uning farzandi oyma-oy miqdorini qayd qilib borish kerak. Keling, yana bir real hayotga yaqin misol. Mahmud aka 7 yoshda, pensiyasi 1 million 600 ming so'm. U pensiyaga chiqqandan keyin yana 4 yil qorovul bo'lib ishlagan. Ish joyida rasmiy mehnat shartnomasi bo'lgan, oylik olgan. Lekin u hech qachon pensiyasini qayta hisoblatmagan. Farzandi tekshirib ko'rsa, ayrim davrlar tizimda ko'rinadi, ayrimlari bo'yicha hujjat kerak. Ariza berilgach, pensiya qayta ko'riladi. Natijada oyga 20 ming so'm qo'shilsa ham, bu bir yilda 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Qarang, bir marta murojaat qilish natijasida kelgusida doimiy qo'shimcha daromad paydo bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Saodat opa turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha yoki boshqa turdagi ta'minot masalasini umuman so'ramagan. U mening o'zim pensiyadaman, erimning pensiyasiga aloqam yo'q deb o'ylagan. Aslida ayrim holatlarda vafot etgan turmush o'rtog'i bilan bog'liq pensiya ta'minoti masalalari ko'rib chiqilishi mumkin. Bu avtomatik qilinmaydi. Fuqaro murojaat qiladi, nikoh guvohnomasi, o'lim guvohnomasi, marhumning ish staji, pensiyasi yoki boshqa hujjatlari o'rganiladi. Keyin xulosa beriladi. Natija har doim ham qo'shimcha to'lov bo'lmasligi mumkin, lekin so'rab tekshirtirib ko'rish kerak. Endi kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha staj va ish haqi hujjatlari to'liq kiritilgan bo'lsa, sog'lig'ingiz, oilaviy holatingiz, qaramog'ingizdagi shaxslar bo'yicha hech qanday o'zgarish bo'lmasa, pensiyaga chiqqandan keyin ishlamagan bo'lsangiz va umumiy oshirishlar sizga muntazam qo'llanayotgan bo'lsa, katta xavotir kamida yilliga bir marta pensiya ishini tekshirtirish, miqdor qanday shakllanganini so'rash foydali. Birinchi qadam, pensiyangiz miqdorini va asosini aniqlang. Siz hozir qancha pensiya olayotganingizni bilishingiz kerak. Faqat umumiy summa emas, aynan pensiya turi tayinlangan sana, hisobga olingan ish staji, hisobga olingan ish haqi davri, qo'shimcha ustama bor yo'qligi haqida ma'lumot oling. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga murojaat qilishingiz yoki davlat xizmatlari orqali tegishli ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchangiz, arxiv ma'lumotnomalari, diplom, harbiy xizmat hujjatlari, farzand tug'ilganligi to'g'risidagi guvohnomalar, nikoh guvohnomasi, o'lim guvohnomasi, nogironlik xulosasi, tibbiy hujjatlar, ma'lumotnomalari. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, bularning barchasi ayrim vaziyatlarda kerak bo'lishi mumkin. Har bir pensioner hujjatlarini bitta papkaga yig'ib qo'ysin. Farzandlari ham bu papka qayerda turganini bilsin. Uchinchi qadam. O'zgarish bo'lgan bo'lsa, kutmang. Nogironlik guruhi belgilandi, darhol murojaat qiling. Qaramog'ingizda mehnatga layoqatsiz shaxs paydo bo'ldi, darhol so'rang. Eski ish stajingiz bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi topildi, darhol topshiring. Pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan davringiz bor, qayta hisoblash imkoniyatini tekshirtiring. Turmush o'rtog'ingiz vafot etdi va pensiya ta'minoti bo'yicha savol tug'ildi.
hujjatlar bilan murojaat qiling. 4-qadam arizani to'g'ri yozing. Arizada aniq talab bo'lishi kerak. Masalan, mening pensiyamni ilova qilinayotgan arxiv ma'lumotnomasi asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Yoki nogironlik belgilanganligi munosabati bilan pensiya ta'minotimni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Yoki pensiyaga chiqqanimdan keyingi mehnat faoliyatimni hisobga olib, pensiyamni qayta hisoblash imkoniyatini ko'rib berishingizni so'rayman. Arizaga ilova qilinayotgan hujjatlarni sanab yozing. 5-qadam. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Agar qog'oz shaklida topshirsangiz, ariza ro'yxatga olingan raqamni so'rang. Nusxangizga qabul qilingan sana va imzo qo'ydiring. Agar elektron topshirsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Telefoningizga kelgan SMS, elektron kvitansiya yoki shaxsiy kabinetdagi ma'lumotni o'chirib yubormang. Keyin natijani so'rash uchun aynan shu raqam kerak bo'ladi. 6-qadam. Javobni kuting, lekin nazoratni qo'ldan bermang. Har bir murojaatni ko'rib chiqish muddati bo'ladi. Agar muddat o'tib ketsa, qayta so'rang. Arizam qaysi bosqichda? Qanday hujjat yetishmayapti? Qaror qabul qilindimi? Rad etilgan bo'lsa, sababi nima? deb aniq savollar bering. Og'zaki bo'lmaydi degan javob bilan cheklanib qolmang. Agar rad etilsa, yozma javob so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga yoki zarur bo'lsa sudga murojaat qilish mumkin bo'ladi. 7-qadam. Farzandlar va yaqinlar yordam berishi kerak. Men ayniqsa yoshlarni chaqiraman. Ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularning hujjatlarini bir marta tekshirib bering. Pensiya miqdorini so'rang. Mehnat staji to'liq kiritilganmi? Onlayn ma'lumotlarda xatolik yo'qmi? Qo'shimcha to'lovlarga asos bo'ladigan holatlar bormi? Bularni aniqlang. Ko'p pensionerlar uyatchan bo'ladi, idoraga borishni xohlamaydi, savol berishga tortinadi. Lekin bu ularning haqqi. Haqqini so'rash uyat emas. 8-qadam. Hech kimga ortiqcha pul bermang. Men qo'shimcha to'lov chiqarib beraman, pensiyangizni oshirib beraman. Tanishing bo'lsa tez hal bo'ladi degan gaplarga ishonmang. Pensiya bo'yicha qonuniy asos bo'lsa, ariza va hujjat bilan ko'rib chiqiladi. Qonuniy asos bo'lmasa, hech kim uni halol yo'l bilan chiqarib bera olmaydi. Shubhali odamlarga hujjatlaringizni bermang, bank kartangiz PIN kodini aytmang. SMS kodlarni hech kimga jo'natmang. 9-qadam. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, arxivdan izlang. Eski korxona yopilgan bo'lsa ham, uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Tuman, shahar yoki viloyat arxivlariga murojaat qiling. Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, voris tashkilotini aniqlang. Mehnat daftarchasida xato bo'lsa, uni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda mehnat faoliyati faktini sud orqali tasdiqlashga to'g'ri keladi. Bu biroz vaqt oladi, lekin natijada pensiyangiz oshishi mumkin bo'lsa, bunga arziydi. 10-qadam. Barcha javoblarni saqlang. Pensiya bo'limidan, arxivdan, mahalladan, tibbiy tashkilotdan olgan har bir ma'lumotnomani nusxa qilib saqlang. Asl hujjatni topshirish kerak bo'lsa, nusxasini olib qoling. Elektron javoblarni telefoningizda va imkon bo'lsa qog'ozga chiqarib saqlang. Hujjat tartibli bo'lsa, masala ham tezroq hal bo'ladi. Bugungi asosiy fikr shuki, pensionerga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan hamma qo'shimcha to'lov avtomatik berilmaydi. Umumiy pensiya oshirilishi avtomatik bo'lishi mumkin. Lekin shaxsiy holatingizga bog'liq ustama, qayta hisoblash, staj qo'shish, nogironlik, qaramog'idagi shaxs yolg'iz yashash, arxiv hujjati yoki boshqa o'zgarishlar bo'yicha ko'pincha ariza talab qilinadi. Ariza bermasangiz, tizim sizning huquqingizni ko'rmasligi yoki to'lovni boshlamasligi mumkin. Shuning uchun bugunoq pensiyangizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing. O'zgarish bo'lsa tegishli organga murojaat qiling. Agar ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularga yordam bering. Birgina ariza kelajakda har oy qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiyangiz qayta hisoblanganmi yoki qo'shimcha to'lov uchun ariza so'rashganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring.